Assalomu alaykum Bozorboy YouTube kanali tomoshabinlari, qadrdon do'stlar. Ko'plab yurtdoshlarimiz talab va takliflariga binoan biz yana indeskiy seriallarni tanishtirib beramiz. Asqar akam bilan birgalikda ayni vaqtda Andijon viloyati, Andijon tuman Mirzayev degan hudud Zapchas bozoridan pastga tushganda o'rtada keladigan svetofordan tepaga ko'tarilasiz. Manzilni Telegram kanalimizga qadab qo'yamiz. Shu asosda bemalol kelishingiz mumkin. Asqar akam bilan bular haqida ma'lumot beramiz. Jahon gullar markazi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ko'rasizlar, mana sirenlarimiz juda chiroyli bo'lib qolgan. Bular hammasi yerda. Bu sirenimiz lagestorniy sirenimiz. Yoshi bir 7 yil, 6 yil bo'lib qoldi. 6-7 yil bo'lib qoldi. Bularga kesib turganimiz uchun yana ham o'smadi. Bundan kesib qalamchi olganimiz uchun yana ham bo'yi bunchalik bo'lib turibdi. Manaqa tarvaqaylar ketmasligi uchun yonboshlardan kesib biz qalamchi olamiz. Qalamchi olib bolalarni ham bor. Narxlari kichkina, eng arzoni 40 ming so'm, 50 ming so'm beryapmiz. Ko'p olganga kelishtirib berilaveradi. Ko'rsatamiz va narxlarini to'liq aytamiz. Necha xil rangi bor? Hozircha bizda 2 xil bo'lib turibdi. Oq bilan qizil. Oq kamroq. Dinamik sorti ko'p. Bundan ko'p juda go'zal turadi. Mana yerda turgan holatlari. Qaysi mavsumdan boshlanadi va necha oy ochilib turadi? Bu mayda o'rtalaridan shu oxirlarga borib ochishni boshlaydi. Ochilgandan keyin oktyabr, noyabrgacha boradi, sovuq chiqquncha. Ungacha ochilib turaveradi. Ochilaveradi, orqasidan mana tayyor bo'laveradi. Mana g'unchasi mana bo'ladi. Mana ochilishi mana. Bu to'kiladi, ochilaveradi, shunaqa bir-birini anaqa qilaveradi. Nima deydi? Hech qachon gulsiz qolmaydi bu narsa. Qadrdon tomoshabinlar, juda ko'p odam so'raganda dastlabki qilib beriladi. Albatta kelishuv asosida hozir kichkina hollarni ko'rsatib o'taman. Agar kelishib bo'lsa, bularni ham sotilaveradi. Faqat shu ko'chirish mavsumi yozda bo'lmaydi. Kuzlarda, oktyabrlarda bak to'kkandan keyin iloji bo'lsa shu noyabrlarda ko'chirilsa, xuddi mashina narxi 500 ming bo'ladi. Ko'chirib berib yuboramiz. O'zi chiroyli qilib ekishni maslahat so'rasa, bemalol maslahatini berib yuboramiz. Tushunarli. Hozir ko'rsatmoqchi bo'lganlarimiz kichkinalar tuvada bemalol olib borib o'tkazib qo'ysa bo'lar. Albatta, hozir marhamat ko'rsatamiz. Aytganimizdek, g'unchalari, gullari kattasidan boshlab sekin pastga tushib ko'rsatamiz. Mana ko'rishlar mumkin, ochilyapti, tuvayda tayyor. Bemalol yerga borib ekib qo'ysangiz ham bo'ladi. Buni yozda eksangiz ham bo'ladi buni. Chanqatib suvni berib tursangiz, mana ochilaveradi. Mana ko'rishlar mumkin. Bularning narxi 200 ming so'm, optim bahosi. Bo'ylari 1 metr 80 har xil bo'ladi, o'ziga qarab. Mana g'unchalari bilan qadrdon tomoshabinlar. Nimalarda ham ochilgan holatlari ham bor. Yana ham ochilib ketmasligi uchun tepada soya setkalar qilib qo'yilgan. Shuni hisobiga yana ham ochilib ketmagan bu. Sizni yuzga borganda o'ta go'zal bo'lib ochilib turadi. Juda ko'p odam so'raydi, g'unchalari bor. Mana g'unchalari bemalol kelib, telefon raqamlariga aloqaga chiqqan holatda savdolashib, xarid qilishingiz mumkin. Mana necha ming dona bor endi? Bundan ko'p, hozir sanamadik, 5-6 mingta bor. Buni yana bitta siri bor. Buni ko'pchilik ochilmayapti-yu deydi-da. Qizil emas, malinayu shunaqa deyishib qoladi, savollar beradi. Buni ertamandan kechgacha quyosh tushib turadigan joyga ekiladigan bo'lsa, xuddi shu kattaga o'xshab, bardovoy bo'lib, dinamit bo'lib ketadi. Piramida bo'lib zo'r ochiladi-da. Manaqa salqin bo'lib setgan tayyor turgan uchun bizga sal barglari ham sal anaqaroq. Buni biz setgan tayyor qo'ygan maqsad bu, fontan suvlarini sug'orish uchun moslashganda bular. Buni hozir quyoshga olib chiqamiz, ochilishiga bozorga olib chiqyapmiz. Tushunarli. Hamma narsa baribir ochilganda ko'rinadi. Shuni hisobiga etap-etap ochiltirib borishyapti. Oq mana bunday holat bo'ladi, endi to'liq ochilmagan. Oqashi. Bularning kichkina ko'chatlari mana bular. Bularda ham ancha-munchasini g'unchasi bor. Mana g'unchasi ham bor bularda. G'unchasini ko'rishingiz mumkin. Bular narxlari 50 ming so'mdan. Ko'rishlar mumkin. Xo'p, asosiysi bemalol ekib, mana tomirlari to'la. Hechaligi anaqasi yo'q. Shu yerga kelib qo'yadi. Bemalol qishda qolaveradi. O'lmaydi xohlasa. Tushunarli. Buni parvarish qanaqa bo'ladi? Qiyinmi? Yo'q, parvarish qiyin emas. Shu yonbosh o'sgan shaxlarni kesib tursa, zo'r ochilib beradi. Asosan quyoshda buni anaqasi, ozuqasi. Quyoshga ekib qo'ysa bo'ldi. Salqin joyda o'rmaydi. Gullar holatini bir qator ko'rsatamiz. Qadrdon tomoshabinlar, indeskiy sirendi qora baklisi va shtamp holatiga keltirilgani ma'lumotni yetkazamiz. Assalomu alaykum obunachilar. Mana qora bakli sirenlarimiz ham kelgan.
Bo'ylari 1 metr. Qorabak yo'li qizil dinamit, bordoviy ochiladi. Kimga kerak bo'lsa bemalol telefon raqam qo'yamiz, aloqaga chiqib kerak bo'lsa zakaz qilishingiz mumkin. Buni ham Bular ham g'unchalari bor. ha, g'unchalari bor, mana g'unchalari bor. Endi g'uncha Oborasiz, ekasiz va ochiladi, uyingizga, ofisingizga chiroy baxsh etib turadi. Endi esa issiqxonaga kirdik. Bu yer necha gektarlik maydon aka? O'zi 2 gektar, Aha, 10 sotik teplitsa, bu yoq 32 sotik, u yoqda ham ko'rsatamiz. tushunarli. Bu yerda Nimalar bor? Bu yerda ochiladigan gullar qilganmiz. Ampelli petuniyalar mana go'zalida, mana ko'ryapsizlar. Juda chiroyli. Holati Tepasida ko'rsataylik, qadrdon tomoshabinlar. Mana, bitta go'zal holat. Necha rangi bor? bir 5-6 xil bor. Mhm. Qizili bor mana. Pastni ko'ring siz. Qaysi mavsumdan qachongacha ochilib turadi? Bular mnogoletnida bu anaqa Ko'p yillik o'sha. ko'p yillik o'zi, ha. Xo'p, ochilishi bahordan boshlanadimi? Bahordan to sovuq tushguncha ochiladi. Mana shunday yashang ochilib turadi. Endi buni parvarishiga ham bog'liq. Bu qarang, oftobda ek bo'lmaydi buni. Oftobda ham turadi. Aha. Oftobda ham turaveradi bular. Ampel Oftob- osilib o'sadi-da, bularni osmonlarga mana ekib qo'ysa chiroyli bo'lib turaveradi. Tushunarli. Narxi nechi bu? Bular 35 mingga berdik. 35 ming, 5-6 xil rangi bor. Ha, ko'rishinglar mumkin, pomni mana go'zalida. Bemalol kelaverasiz. Bahri dilingiz ochilib, yayrab ketadigan maskan. Lokatsiyasini albatta Telegram kanalida qoldirdik. Mana bu ranglardan ham bor. Qizil bardo'ylardan bor mana. Qizil bardo'y xohlaganlarga. O'ta go'zal holatda. Ishi go'zal. Xo'p, bularimiz qanaqa? Qaysi? Bular sifat film, ayol baxti deb qo'yadi. Mhm. Bular endi xudo xolasa bir avgust sentyabrlarga sotuvga tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi. Kami 25 ming atrofida bo'ladi. Mhm. Juli hozircha yo'q. O'zimiz yetishtirdik buni. Ko'chatlarni olib kelib. Ochilib qolsa yana bitta obzor qilib beramiz. Xudo xolasa. Aslida ularni ham ko'rsatamiz. Mana. Opalar shu joyiga bitta like bosadigan zo'r video bo'lyapti. Shuning uchun like. Mayada bosib- detkalari bor, uni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Hop. Mana. Har bir gul o'ziga mos rangda ochilgan. Bular nomi nima Asqar aka? Astasperumda mana shular. Aha. Bular 25 mingdan chiqqan. Buni ham o'zimiz yetishtirdik. Qalamchalardan qilib. Necha rangi bor bularda ham? Bularning bir 4 xil rangi bor. Keyin mana petuniyaning kichkinasi bor mana. Hop, bular esa kichkina. Bularimiz 20 ming so'mdan. Buni Aha. o'zimiz ko'paytirib yonidan haligi kimgadir kichikroq yoqadi-yu, o'zim o'stiraman deydi. Mana shularni osma tuyalarga eksa, osilib o'sadi. Chiroyli bo'lib, mana ko'rishinglar mumkin. Mana go'zal Shu go'zal holatda bular ham. Ha, aytib o'tdik ranglarni ham. Mana ko'rishinglar mumkin, qizillari ham bor. Mana ham zo'r ekan. Albatta narxlarni ham aytib o'tib ketyapmiz. Qadrdon tomoshabinlar. Bemalol kerak bo'lsa, optimchilar bilan ham ishlanaveradi, Ha, bemalol bizda eng katta partiyada chiqariladi. Aha. Mana haqiqiy bog'bonimiz mana shu akamiz bo'ladi. Muhammadjon aka. Qovon Tohirbek. Xo'p, ayol vaqti aytgandik. Ayol vaqti. Nasib bo'lsa sentyabrda sotuvga chiqariladi. Bular tagi kusti ham ko'pda bularda. Aha. Juda ko'p odam buni quritib qo'yapman deydi-da. Ha. Quritmaslik uchun nima qilish kerak? Ya'ni qanaqa parvarish qilish kerak? Nandiroqqa borib gapiraveramiz. Buni Bu yer endi- biroz sho'qroq ekan. Kamroq suv berib, Mhm. salqinroq joyda saqlanadi. Iloji bo'lsa mana o'zim yetishtiraman desa, mana gofralar bilan, konseyner xonalar bilan muzdayroq holat anaqa joylarda yaxshi turadi, o'sadi bular. Issiqni yoqtirmaydi bular. Mana cheklanmagan miqdorda Qorong'iroq joyda yaxshi ko'radi. sotuvga tayyorlanyapti. Bemalol aloqaga chiqib olasiz. Nari kapaga o'tamiz va u yoqdagi ham Balzamimizni ham ko'rsatib o'taveraman, Aha. balzamlarimiz ham bor. burk narigi burchakda. Nariga, chap tomoningizda, bu tomon. Ha. To'g'ri. Bu yoqda ham O'ta go'zal. o'ziga mos gullar bor. Buni necha rangi bor? Buni 2-3 xil. Hozircha pashti qizili ko'p lekin. Bardo qizillari. Bular narxi 25 ming so'm. Oqi ham bor ekan.
Bu injiq emasmi aka? Bular endi har kuni suv ichadi. Aha. Qancha suv bersangiz ko'taraveradigan narsalar. Oqi ham bor ekan, mana oqi ham mana mana. Chiroyli. Juda ko'pchilik yozda, qishda gul parvarishlab quritib qo'yadi-da. Ha. Quritmasligi uchun yoz faslida, qish faslida, ayniqsa hozirgi kundagi yozda nimaga e'tibor berish kerak? Yozda ko'proq sprey qilib turishi barglardan. Aha. Barglarni sprey qilib, har kuni anaqa qilib tursa, o'zidan mana yozda qiylanyapmiz. Xuddi shunaqa bularni ham har kuni 3 mahaldan kunduzi cho'miltirib tursa zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Tushunarli. Buni katta razmerlari ham bor, ana kattalari bor. Hop. Bunimiz qanaqa? Buni narxlari 35 mingdan. 35 ming so'm. Ko'ryapsiz, garajyogi ham katta bo'ladi. Bunchalar ham guli ham katta. Holati ham mana qaytagini ham ko'rsatib qo'yamiz. Tana holati. Mana kasalligi menimcha yo'q, yana aniq. Yo'q, toza. Mana bunday holatda. Narxni aytib o'tdik. Naryoqda ham juda ko'p gullarimiz bor. Bu yoqqa ham kiramiz va to'liq ma'lumotlarni yetkazamiz. Opa-singillar, mana go'zallik, yana go'zallik. Imperator ma'lumotini yetkazamiz. Mana imperatorlarimiz 3 talaga kelgan bular. 3 ta kus bola. Xohlasa bo'lib eksa ham bo'ladi. Bo'ylarini ko'ryapsizlar, yarim metrdan balandroq bo'lib ketyapti. Mana alohida turganda bunda. Bargini qarang, buni odam qo'lidan ham katta bo'lib yotibdi mana. Yangi chiqargan barglari injiq emas, bemalol ko'paytirib, o'zingiz olib ketib parvarish qilsangiz bo'ladi. Narxi necha pul bo'lardi? Bularni 110 mingdan berdik. Ko'p bo'lgan kelishtirib beramiz. Bemalol chiqarasiz. Optimchilar ham aloqaga chiqsa bo'ladi. Ikki xil rangi bor-a buni? Ha, qora bargi ham bor. Buni qora bargligi ham bor va kichkinaroqligi ham bor. Bitta ko'z ekan-a bular. Ha, bu kichkinalari, mana bittaliklari 50 ming so'mdan. Aha. Nosa 50 ming so'm. Bitta ko'zligi, narigilar 3 ta ko'zli, shuning uchun katta ko'rinyapti. Qorasi ham xuddi shu narxmi? Qorasi ham shunaqa 50 ming so'mdan. Qorasi ham xuddi shu narx 50 ming so'm. Kattalari ham bor, nariga burchakda. Bu 3 taliklari 100 ming so'm ular. 3 talik ekan bu ham. 100 ming so'm xohlaganlarga mana zapas chiqyapti, doim zapas qilinadi. Orqasi uzilib qolmaydi haligi, nima deydi? Tugab qolmaydi xohlasa. Doimiy harakatda akalarimiz. Bu yoqqa o'tamiz va ma'lumotlar beramiz. Xona archalarida O'zbekistonda katta qilinayotgan variantlari bor. Ularni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Xona archani juda ko'p odam so'rayapti, talablarga binoan. Uni to'liq ma'lumotini yetkazamiz sizga. Va xona haroratini ta'minlash uchun mana bunday gofralar qilingan. Bemalol kelib sayr qilib kelsa ham bo'ladi. Albatta. Sayr qilish bepul. Gullar mana bunday holatda. Xo'p, bularda Dratsena deb qo'yadi bularni. Bularni 25 mingdan qilib yuborganmiz. Buni kimga kerak bo'lsa bemalol olish mumkin. Dratsenalar mana. 3 taliklari bor, 3 talik bekilgan. Shu yoqqa boramiz. Aglanemelarimiz bor mana. Bularimiz 20 ming so'mdan. Oqi ham shunaqa, oq 20 barg. ming so'm. Bu injiqmi emasmi? Yo'q, injiq emas unchalik bu ham. Xohlasangiz oqi, xohlasangiz mana bunday pushtan bu. Ha. Pushti ranglisidan har qilsangiz bo'ladi. Kamroq qoldi bundan, tezroq olsa. Shoshilib qoling ekan demak. Bu uchtalik. uchtalik va tuvagi katta. Mana bunday holatda turadi. O'zini umumiy holati mana bunday. Siz oladigan bo'lsangiz, bunday holatda bo'ladi. Narxi necha pul beramiz? Bularning narxi 40 ming so'mdan berdik, 3 taliklar. Xo'p, bularimiz Singun bir ajoyib gul ekan. Bularimiz 25 mingdan qilib yuborganmiz. 25 ming chiroyli narsa bu ham. Ranglari mana pushti bo'ladi. Mana bunday holatda ochilib turibdi. Xo'p, ko'pchilik so'ragan xona archasi. Xona archamiz mana ko'ryapsizlar. Manaqa sarg'ayib qolgan hisobi bu ko'p suv quyilgan bo'ladi. Qaysigadir ko'p suv, qaysigadir kamroq. Kamroq suv quyilgan manaqa yam-yash. Bular o'zi kam suv xohlaydi. Mana holat. Qanchalik holatda olib kelingan? Bular kichkina edi. 5 santimetrlik holatda olib kelingan. Hozir 25 santimetr atrofida bunday holatda ko'paytirib parvarish qilinyapti. Narxini necha beramiz?
Bular narxi 40 ming so'mdan. 40 ming so'mdan kelib Hozir yana kattaroqlar bor, Tanlab. uni ham bir ko'rsatamiz. U ada. olib ketishingiz mumkin. Mana bu asosiysi xonani dagi kislorodni yana ham ko'proq bilan Ko'proq. ta'minlab beradi. Albatta. Nafas qisayotgan odamlarga bemalol tavsiya eta olamiz. Hindistonda archasi. Xo'p, bularimiz Kratonlarimiz bor, har xilda mana. kratollar Dubolislar har bor xil mana. ko'rinishi. Har xil ko'rinishi mana. Ko'ryapsiz, bular gilos bagi deb qo'yadi. Doim aytamiz, bitta Spiralli, ya'ni 3 xilni qo'yib beraman sizga. Mana shu 3 xil bo'ladi. bitta ko'chatda 5 xil rang bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Uni 3 xil varianti bor. Narxini aytib beramiz. Asqar aka endi bular. Bular narxi 30 ming so'mdan berdik. 30 ming so'mdan. Buni kattalari ham bor. Kattalari ham bor. Qancha kattalashgan sari shuncha ranglari ochilib, shuncha gul ko'rinadi. Mana spirallari bor bunaqa. Bunisi 60 bular ming so'mdan mana ikkitali ekilgan bular. spiral ekan. Kundan kunga gulni turlari ko'payib ketyapti va Xitoydan chiqayotgan gullarni bemalol O'zbekistonda moslashtirilgan variantini Jahon gullar markazidan Asqar akamdan topishingiz mumkin. Bozorda ham bo'lasiz-a? Ha, albatta. Bemalol aloqaga chiqib, bozor kunlari ham kelsangiz bo'laveradi. Mana shular 80 ming so'mdan o'zimiz yetishtirilgan. Holati. Nimaga u 80 ming so'm deyapsiz? Mana yonida yana bitta bolasi ham bor buni. O'z bir donasini 70 ming ashaqa deyishadi bozorlarda. Biz mana Zapas holati ham bor. Ha, mana. Oldida va yangi baklari. Mana yangi baklari o'ta go'zal holatda turibdi. Mana bundan cheklanmagan miqdorda bor. Ya'ni ko'p bemalol gul oldi sotisi bilan shug'ullanayotganlar ham aloqaga chiqsa bo'laveradi. Dastavkalari kelishilgan holatda yetkazib beriladi. Benjaminlar bor. Benjamin nechi pul? 25 ming so'mdan qora bahlilar. O'ta chiroyli bo'lgan. Xo'p. Nasib qilsa, kuzda bu joy to'ladi. Bahorda kelganimizda to'laydi. Zapas qilinyapti. Kuzda esa bemalol to'liq holatda ko'rishingiz mumkin. Osma gullarimiz ham stand-up mana 40 ming so'mdan. Mana bularda tagligi mana bunaqa bo'lib ketar ekan. Katta holatda. Bu xona doim yaxshi holatda bo'lganligi uchun shunaqa katta holatda bo'lib ketadi. Tuvakka kelib xona haroratini to'g'rilab turadigan bo'lsangiz ham bunaqa stand-up tuslar o'ta go'zal holatda bo'ladi va xona archasi Aukariani katta holati. Narxi nechi pul? Bular narxi 80 mingdan qilib berdik mana. Ko'ryapsiz, o'ta chiroyli, go'zal. Bemalol. Bu ham oz qolgan. Xo'p, bularimiz. Hamidorlar 25 ming so'mdan. Bitta ko'rsatib beramiz olib. Bo'ldi mana. O'zimiz yetishtirilgan, Xitoyniki emas bular mana. Holatlari. Bemalol olib, bo'lib ko'paytirib olsangiz ham Ha, bo'ladi. bemalol. Qadrdon tomoshabinlar, raqamlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib olasiz. Telegramga esa lokatsiyasini qadab qo'yamiz. Difinbahiyalarimiz bor. Narxi nechi pul bular? Bularni 30 ming so'mdan berdik. Bolalari bularga, kichkina. Kichkinalar. Mana kattaroq razmerlari bor. 60 ming so'mdan. Bular esa 60 ming so'mdan. Xohlovchilarda bu yerda geranni turli xillari bor. Ha, bu geranmi bular? Ha, geran. Felargoniya bu. Geranimiz u tomonda. Xo'p, ma'lumotlarga ko'ra geran felargoniya. Bu ham barkidan, gulidan ham hidi beradi. Ha, chiroyli bu anaqada yerga esa ham bo'ladi, quyoshda ham turaveradi. Tushunarli, mana. Quyoshga chidamli. Bu yerda esa geranlarimiz taxminan necha puldan chiqadi bahorda aka? Geranni ko'plab tashkilotlar olaman deydi. 20 ming ashaqa chiqadi atrofida. Bemalol saqlanib qo'ying. Ko'p miqdorda oladigan bo'lsangiz ham akamizga bahorda aloqaga chiqsangiz, ochilgan holatda sizga ko'p miqdorda qilib berilaveradi. Ko'p miqdor bahorlarda sog'adi. Bu yerda mana gitara daraxt holatda bo'lib ketgan gullar. Xohlasa bu ham sotilaveradi. Sotiladi, ha. Xo'p, narxi nechi pul? Bularni 800 mingga berdik, mana shunaqa ko'yladi. 800 ming so'm. 800 ming. Juda arziydi. Birkin gullarimiz bor mana. Mana shuni ko'rsatib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bular narxi nechi? 25 ming so'mdan. 25 ming so'mdan. Mana bunday holatda qora shahzodalarda o'ta go'zallari bor. Nariga o'tib bir qator ular haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Bularning nomi nima? Kalateya. Kalateya.
Bu kichkinasi. Mana. O'ta go'zal holatda mana sekin kattalashib, chiroylilashib ketaveradi. Narxini nech biladi? 25 ming. 25 ming so'mdan beriladi. Bu yerga kelsangiz, enali gullarni, katta gullarni ko'p uchratasiz. Shulardan qalamchalar, shulardan shaxlar olib ko'paytiriladi albatta. Bu ham xuddi shunaqa. Mana bular ham. Bu odam bo'yi bo'lib ketgan mana qora shahzoda. Bundan naryoqda juda go'zallari bor. Mana go'zallik maskani qora shahzodalar kichkinalardan bor. Qanaqaliklari bor endi ular? Bunda hozir sotuvda mana shular bor. Bular enali. Bular. Bulardan biz qalamchi olib ko'paytiramiz. Qalamchi olganimizdan keyin qalamchasi tomiri otib olsa mana shu tuvaklarga ekib sotuvga tayyor mana shular. 15 ming so'mdan. Necha rangi bor? Hozir ko'ki bor, shu bor. Voyennisi ham bo'lardi. Endi qalamchi otib qolsa uni ham mana qilamiz. Mana barglari 6 ta 7 tadan. Qadrdon tomoshabinlar, buni kattalari ham bor ekan, naryoqda faqat bu yer issiq ekan. Bu gullar issiqqa chidamli bo'lganligi uchun bu yer nisbatan turaveradi. isitilgan, sovutilmagan demoqchi bo'lganim. Narxi necha pulga o'rnalardi? Katta shoxlilarimiz 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan. Bo'ylari ko'ra 1 metr. Bu yerdagilari ham bor. Narxi necha? Uchtalilarimiz 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan. Xo'p, bitta ko'rsataman. Bitta o'rtaga begiga qiziqib qoldim. Mana. Ko'rishingiz mumkin mana. Agar siz ham issiqligini ta'minlay olsangiz qishda, yozdagi bemalol issiqlarga chida oladi. Mana bunday olib ketasiz sizning ham qora shahzodangiz. Raqamlarni qoldirdik, aloqaga chiqaverasiz bemalol. Manzil Andijon viloyati, Andijon tuman, Mirzayev degan hudud. Telegram kanalimizda lokatsiyasini qadab qo'yamiz. Asqar akamga telefon qilasiz, bemalol aloqaga chiqqan holatda gullarni xarid qilishingiz mumkin. Xohlang onlayn xarid qiling, xohlang kelib xarid qilsangiz ham ikkala holatda ham savdolar amalga oshiriladi.